testini o'qiymiz. Hamda shu so'zlardan yana qanday so'zlar tashkil topishi mumkin? Shularni qo'shimcha tarzda o'rganamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Piroxada, piroxada, kerak, zarur. Pang-pop, pang-pop, yo'l, metod. Iyonxada, iyonxada, foydalanmoq. Sengakhada, sengakhada, o'ylamoq. Quanshim, quanshim, diqqat, e'tibor. Kaninghada, kaninghada, mumkin bo'lmoq, iloji bo'lmoq. Kyo'lgwa, kyo'lgwa, natija. Nilda, nilda, o'smoq, oshmoq. Pakkuda, pakkuda, o'zgartirmoq, ayirboshlamoq. Norokhada, norokhada, sa'y-harakat sarflamoq. Nikkida, nikkida, his qilmoq. Kyong'u, kyong'u, holat. Sangpum, sangpum, tovar, mahsulot. Sengida, sengida, paydo bo'lmoq, vujudga kelmoq. Toum, toum, yordam. Hwankyong, hwankyong, atrof, muhit. Neyong, neyong, mazmun, mohiyat. Sanghwang, sanghwang, situatsiya, holat. Paru chapta, to'g'irlamoq. Sawi, sawi, jamiyat. Senghwal, senghwal, hayot, turmush tarz. Isanghada, isanghada, g'alati. Kyonghom, kyonghom, tajriba. Tayanghada, tayanghada, turli xil. Chüigin, chüigin, so'nggi paytlar. Sontekhada, sontekhada, tanlamoq. Hyogwa, hyogwa,